Mana assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz Mana nerede kelişlerini bilip çıkıp olacak olur ha? Hadi. Keling için. nomidan ikkalaishlar Rustam buvani tug'ilgan kuni bilan qutlagani keldik. Tavallud tayyomlarini. Nimani Rustamjon buvamni tug'ilgan kuni bilan muborakbodlik chiqyapmiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bunaqa yoshlarni ko'piga kiring inshaalloh. Tepamizda duoga Amin. ayam bilan qo'sha qarab, nabiralarni, farzandlarni tepasida uzoq yillar duoga bo'lishini Xudo nasib qilsin. Endi evet turuvdim-da. Yo'q, bemalol. Yo'q, ne o'zim. Bemalol Rustamjon bor, bemalol. Rustamjon buvamni kulbayi vayronalari. 4-etajda yashaydi ekan. O'tgan safar kechqurun kelgani uchun qaysi etajdaligini ham aniq eslab qolmagan ekanman. Ana hozir Rustamjon buvamni xonadonidamiz. Bugun Rustamjon buvamni tavallud ayyomi. Rustamjon buvam bugun 68 yoshda qarshi olyapti. Inshaalloh duo qilib so'raymiz. Rustamjon buvamga uzoq yillar Alloh taolo yaxshi istiqomatlarni nasib etsin. Farzand, nabiralar tepasida, yurti elimiz tepasida, yaxshi kunlarida uzoq yillar duoga bo'lishliklarini Alloh nasib etsin. Amin. Barcha Iqrouz xodimlari, Iqrouz muxlislarini ham Alloh taolo umrlarini ziyoda qilsin. Hammalariga Alloh taolo uzoq yillar yaxshi istiqomatlarni nasib etsin. Amin. Alloh taolo tomonidan berilgan qisqa umrni mazmunli o'tkazishlik hammamizga nasib etsin. Rustamjon buva, bu Iqrouz xodimlaridan sizga tavallud kuningizga sovg'amiz oldik. Rahmat. Men sizga atab qo'ygan sovg'amni olib chiqqanman. Iqrouzda bu bunchalik hojidan sovg'a olib kelganman. Inshaalloh sovg'amni sizga kiydirib, mana kunduz issig'ida ham bemalol ishlayveradi. Xudo xolasa. Berakesinlar. Umid oldi kelganlaringda pastda juda astaja. Inshaalloh muborak bo'lsin. Rahmat. Chiroyli qilib kiydirib qo'yaman. Niyat qilganman. Hojiga Bismillahirrohmanirrohim. Hojiga muborak bo'lsin. Inshaalloh siz ham o'sha joylarga Alloh yetkazsin. Amin. Bu meni o'zimga xususiy, shaxsiy sovg'am hojiga. Hojidan olib kelib qo'yganman sizga atab. Mana chiroyli qilib kiydirib qo'ydim. Mana arab shayxlariga o'xshab ketdimi? Inshaalloh. Kunduz issig'ida ham bemalol ishlashingiz mumkin, chunki bu juda ham salqin. Bunchalik e'zozlashlaringda nima qilsam har kuni tug'ilganga Inshaalloh. Har kuni tug'ilsangiz ham biz uchun bayram bo'laveradi. Rahmat. Salomat va baxtimizga shunaqa ulug' yoshlarni ko'piga kiring inshaalloh. Shunday kunlarga, shunday yoshlarga yetkazishda bizga ham nasib qilsin. Hammamizga inshaalloh. Hammamizga. Endi mana shu sizni sovg'angiz bilan birga xizmat qilib boraman endi. Xudo xolasa bemalol endi mana kun optoda ham ishlashingiz mumkin inshaalloh. Endi sizlarga xizmat qilaman. Yo'q, rahmat biz vaqtimiz qisqa. Mana to'xtang. Ishga kiramiz. O'rnamay, men ketib qolaman. Qayerga? Rustamjon ajoyib insonda bu Rustamjon bu.